Assalomu alaykum birodarlar. Advanchik ya'ni momo qaymoq guli va ildizi foydali xususiyatlari juda katta. Mana 2026-yil 22-mart birodar. Tabobat tabiat go'zali Samarqand Urgut tog'laridamiz. Advanchik momo qaymoq tayyor, bemalol hamma joydan, hamma hovlisidan, agarotidan olib terib bemalol damlab ichsa bo'ladi. Buni foydali xususiyatlari juda katta aytib o'tganmiz. Yana aytamiz birodarlar, agar sizda gepatit virus bo'lsa, jigaringizda tiqilmalar bo'lsa, jiravoy gepatozlar bo'lsa, jigaringizda qanaqadir muammolar bo'lsa, xudo xolasa eng zo'r davo bo'ladigan momo qaymoq guli va barg ildiz bo'ladi. Bir osh qoshiq 500 gram qaynagan suvga damlab 100 gramdan kun davomida iste'mol qilsangiz, o't qobzi dimlanish, zagiblar bo'lsa, surunkali qabziyat, ich qotishlar bo'lsa, xudo xolasa davolab beradigan xususiyatga ega. Momo qaymoq do'stlaringizga jo'natib qo'ying. Quritilgani bozorlardan topsangiz bo'ladi birodarlar. Mana tabiat. Samarqand Urgut tog'laridamiz.